Vatan haqida gapirganda musulmon vatan tushunchasini boshqalardan ko'ra boshqacha qabul qilish kerak. Vatan deganda biz nimani tushunamiz azizlar? Vatan tushunchasi shundayki, Alloh azza va jalla bizni o'sha qonimizga bergan bir muhabbat. Vatan muhabbati har bir jonzotda bor ekan. Hatto qushlardan tortib hayvonot olamigacha o'zini uyiga, o'zini vataniga intilishligi, o'z vatanini sarhati, chegarasiga ega bo'lishligi, shu kabi fazilatlar hamma qatori tabiiyki insonga ham beriladi. Bugun yurtimizda vatan himoyachilarining bayrami. Imom Termiziy rivoyat qilib bergan quyidagi payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning hadislari, vatan sarhadlarini himoya qilib turgan o'g'lonlarimiz, vatanini himoyasida xizmat qilib turgan harbiylarimiz, askarlarimizni juda ham ularning ruhiyatini yuqorilariga ko'taradigan hadis. Rasulimiz alayhissalom aytadilarki, "Aynayni la tamassuhuman nar." Demak, ikkita ko'z sohibi borki, bu ko'z sohiblariga do'zax o'ti tegmaydi. Kim edi bular? Birinchisi, qorong'i tunda Allohni eslab, Allohning azobidan qo'rqib yig'lagan ko'z. İkinci ko'z sohibi bor. Va aynun batat tahrusu fi sabilillah. Alloh yo'lida yurtini qo'riqlab uxlamagan ko'z bo'lsa, do'zax o'tidan qutuladi. Shuning uchun biz vatan himoyachilariga aytamizki, har bir vatan himoyasini o'ylab, o'zini rohatidan kechib, bizni saodatimizni o'ylab o'zlarini fido qilayotgan vatanning himoyasida turgan harbiylarimiz, askarlarimiz bo'lsin, niyati vatanni, yurtini, bizni himoya qilishlik uchun uxlamayaptimi? Bu ko'z sohiblariga do'zax o'ti tegmaydi. Duo qilaylik. Avvalo vatanini, yurtini himoya qilib turgan vatan himoyachilari, askaru harbiylarimiz, kimiki vatan himoyasida turgan bo'lsa, o'g'lonlarimiz, umuman mana shu yurtda yashayotgan oddiy bir fuqarogacha vatan himoyasidagi mas'uliyatimizda turar ekanmiz. Alloh bizga mana shu ajrni ko'paytirib bersin-da, yurtimizni balolardan, ofatlardan Alloh o'zi saqlasin.